Sizda tizza bo'g'imini orqa tomonida, ya'ni tizzangiz orqasi qotsa, tortishsa va og'risa, boldirlarda tortishish bo'lsa va yurishga bermasa, videoni oxirigacha ko'ring, bunga ajoyib yechim berib o'taman. Tizza ostida tizza osti mushagi bo'ladi. U tortishib qolganda tizzangizni umuman yurishga bermaydi va bu katta boldir suyagini boshchasiga birikib, tizza bo'g'imini ichki tomonga qayrilishini ta'minlab beradi va qisman bukilishini. Shuning uchun sizda agar bu tortishib qolgan bo'lsa mushak, tizza bukilganda orqa tomonda qattiq tortishib og'riq bo'ladi va tizzangizni umuman oyog'ingizni ichkariga burab ushlashingiz qiyin bo'ladi. Bunaqa odamlarda ko'pchiligida yotganida oyog'i mana bunaqa to'g'ri yotganida oyog'i tashqariga ochilib turadi. Mana bunaqa ochilib turadi. Ya'ni ichkariga kelmaydi. Bu asosiy sababchisi podkolenniya mышца deyiladi, tizza osti mushagi hisoblanadi. Tizza osti mushagi ostki tomondan bo'ladida, katta boldiringiz bor. Katta boldir bu ichki tomondan kelgan suyak. Ya'ni ikkita suyagimiz bor, ichki tomondagi katta boldir. Shuni boshchasiga mana g'oz panjasi deymiz. G'oz panjasi degan o'sha gusiniya lapa degan joyga birikadi, ostidan kelib birikadi. Bu tortishganda mana bunaqa tortishadi va oyoqni ichkariga buraydi. Shuning uchun to'g'ri yotganingizda bu ishlamaganda oyog'ingiz pastga polni tortishib to'g'ri turmaydi. Ya'ni mana qilsangiz, ya'ni sekin ochilib ketaveradi oyog'ingiz. Shuning uchun bu og'riqdan bir pasda qutulish uchun, ya'ni 5 daqiqaning ichida qutulish uchun quyidagi mashqni qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda shu katta boldir mushagini qimirlatib mashq qilish kerak. Nima qilinadi? O'tirgan holda prosta ushlaysiz, ikkita tomonni qimirlab ketmasligi uchun oyoqni ichkariga va tashqariga qilasiz. Bitta narsani bilib qo'ying. Mana bu boldir suyagingiz qo'shilib qimirlash kerak. Ya'ni faqat pastni o'zini mana bunaqa qilmang. Boldir to'g'ri tizzagacha joy ichkariga tashqariga qimirlayotganini sezishingiz kerak mana. 10 marta ichkariga, 10 marta tashqariga, jami 20 marta qilinadi bu mashq. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, boldirni o'zi aylanyapti, qimirlayapti. Mana. Bu juda zo'r mashq. Ayniqsa tizzasi osti tortadiganlarda, tizzaning ikki chetida og'riq bo'ladiganlarda og'riq bir pasda yumshaydi. Ikkinchi mashqimizda buni oldingi videolarimda ham ko'rsatib o'tganman. Bu boldir suyaklari millimetrga siljisa ham oyog'ingizni umuman bosishga bermaydi, qadalib, achishib og'riydi. O'shani to'g'rilash uchun boya ko'rsatgan katta boldir suyagini ushlaysiz. Tashqi tomondan son suyagini ushlaysiz va 90 gradusga mana 90 gradusga itarishingiz kerak bo'ladi. Mana ushlaymiz, itaramiz, mana 90 gradusga itaramiz va oyoqni tortamiz o'zimizga. Yana sekin cho'zamiz, yana 90 gradusga itaramiz va sekin tortamiz. Iloji bo'lsa biror narsaga suyanib olib shu mashqni qilsangiz o'tirgan holda, yana ham yaxshi bo'ladi. Mana o'zi qistirdashni boshladi, ya'ni suyak joyiga tushyapti. Shundan keyin yurib ko'rishingiz kerak. 10 marta qildingiz, yurib ko'rishingiz kerak. Agar yengillik bo'lsa, demak shu sizning mashqingiz. Agar yengillik bo'lmasa, xuddi shuni teskarisini qilishingiz kerak. Ya'ni siz endi kichik boldirni ushlaysiz, sonni ichidan ushlaysiz va 90 gradusda qattiq itarib 10 marta qilasiz. Mashqni hoziroq bajaring va natijasini kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Bundan keyin ham yurib ko'rishingiz kerak. Ya'ni har bitta mashqdan keyin yurib ko'rishingiz kerak. Agar o'sha mashqdan keyin sizda yengillik bo'lsa, demak shu sizning mashqingiz. Agar og'riq kuchayadigan bo'lsa, bu mashqni qilmasligingiz kerak. Mana shu 3 ta mashq orqali siz tizzangizdagi og'riqdan 5 daqiqaning ichida ancha yengillashib olasiz. Ya'ni og'riqingiz pashti yo'qoladi. Agar siz buni har kuni qilaversangiz, misol uchun 1 oy davomida qiladigan bo'lsangiz, tartib bilan bu tizzaning ichidagi minsk yirtilishida, payla cho'zilishida, sinovit, bursit kasalliklarida, hattoki tizza yemirilishida ham, suyakda yemirilish bo'lganda ham qon aylanishini yaxshilab beradi. Menga kelgan bemorlar bilishadi, yemirilgan bo'g'imning atrofidagi xaltasi smorshib o'tsa qiladi, ya'ni qovjiraydi, ya'ni quriydi. Bujmayib qolgani uchun o'sha joyga kiradigan qon tomirlari ham siqilib qoladi va siz olgan dorilarmi, tabletkalarmi foyda bermaydi. Chunki любой dori, tabletkalar qonga so'rilib, keyin tizzaga kelishi kerak. Sizda tizzaga kiradigan qon tomir yopishib yotibdi, yopilib qolgan. Bu degani siz tizzangizga hech qanaqa foydasi bo'lmaydi dori-konlarda bu vaziyatda. Birinchi o'rinda shu mashq orqali siz qon tomirlarini ochib olishingiz kerak.
Agar sizda ham tizzada og'riqlar kuchli bo'lsa, MRTda sizda tizza yemirilishi, suyak, osteoartroz, gonartroz kasalligi berilgan bo'lsa, mensk yirtilishi, sinovit, bursitlar bo'lsa, suyak siljishi bo'lsa, bemalol pastdagi 90lik 022 56 00 raqamidagi Telegramga analizlaringizni jo'nating, ko'rib beraman.